Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Foyda. Nihoyatda muhim bir foyda. Abu Ibrohim mata alal kufri. Ibrohimning otasi kufrda o'ldi. Ibrohim alayhissalomning dadasi kofir edi. Tavba qilmasdan kufr holatida kofirligicha dunyodan o'tib ketdi. وَصَوَابُ الَّذِي نَعْتَقِدُهُ أَنَّ اسْمَهُ آزَرَ. Bizning e'tiqod qiladiganimiz eng to'g'ri yo'l Ibrohim alayhissalomning dadasini oti Ozar edi. Yana qolallohu ta'ala, Alloh taolo aytganidek, "Va iz qala Ibrohimu li abihi Azar atattakhidu asnaman aliha." O'shanda Ibrohim dadasi Ozorga butlarni ilohlar qilib olasanmi? Butlarni xudo qilib olyapsanmi o'zingga? dedilar. An'am surasi 74-oyat. Ibrohim alayhissalomning masalasi Muhammad alayhissalomning masalasiga bog'liq masala. Qur'on aytayaptiki, Ibrohim alayhissalom mana va iz qala Ibrohimu li abihi hadul lug'atda bilgan yangi bir talab ilm aqidasi zehni mullalar tarafidan zaharlanmagan bo'lsa, shunday o'qiganda aytadiki, Ibrohim dadasiga Ozorga aytdiki, butlarni xudolar qilib olasanmi debdi. Demak, Ibrohimning dadasining oti Ozor ekan va kofir ekan, butparast ekan deydi. Lekin mullalardan deydi, yo'q, bu oyatga ishonmanglar deydi. Bizga ishoninglar deydi. Qur'onda kelibdi-ku, siz kelaverasiz Qur'onda. Odamlar ham hayron, bu katta olimda bu. Bu kishining ilmi uncha kitobda topilmaydi deydi. Aytadiki, Ozor Ibrohimning dadasi emas edi. Ibrohimning dadasi yoshligida o'lib ketgan edi, musulmon holatida deyishadi. Liabihi deyapti-ku, otasi uchun deyapti desa, amakisi edi. Amakisini qo'lida tarbiyasida qolgan edi. Masalan, bir yetim bola amakisini tarbiyasida qolsa, shuni yoshligidan dada deb katta bo'lgan bo'lsa, dada deyveradi. Bunday qilib, qani amakiga bir borishadi. Nimaga bunday qilyapti? Payg'ambarimizning masalasi uchun. Payg'ambarimiz alayhisolamning ota-onasi to'g'risida ixtilof bor. Aslida ixtilof yo'q, bu keyingilar ixtilof qilishyapti. Hadisda Payg'ambarimiz alayhisolam o'zlari aytganlar, ota-onasining jahannamda ekanligini. Va Payg'ambarimiz alayhisolamning ota-onasini zamoni jaholat zamoni edi, shirk, kufr zamoni edi. Masalan, Makka ahlining ichida kimiki shirkdan uzoq turgan bo'lsa, tavhidga harakat qilgan bo'lsa, ular tarixda ma'lum, butun tarix kitoblarida, siyratlarda aytilgan. Payg'ambarimiz alayhisolam kelishdan oldin Makkadan ba'zi insonlar chiqib haqni axtarib, tavhidga harakat qilishgan, o'rgatish emas, o'rganishga harakat qilishgan. Lekin umumiy holatda ko'pchilik o'sha odat o'qigan shirkda ketyapti. Agar Payg'ambarimiz alayhisolamning ota-onasi yoki bobosi ham tavhidni o'rganishga harakat qilgan, tavhidda bo'lgan, haqni axtargan kishilardan bo'lgan deydi, albatta kitoblarda aytilnar edi. Chunki boshqalar aytilgan. Demakki, dalillar Payg'ambarimiz alayhisolamning ota-onasini, ya'ni kufrda o'tib ketganligini ko'rsatyapti. Lekin bu kishilar Payg'ambarimiz alayhisalom ota-onasi to'g'risida mana ixtilof bo'linyapti. Aytishyaptiki, Payg'ambarimiz butun insoniyatga haqni olib kelgan bo'lsa-laru, qanday qilib bu kishining ota-onasi kufrda o'tadi? Payg'ambarimiz alayhisalom o'zlari aytdilar. Mana keyingi imomlardan Abu Hanifa imom azam shuyuxlashlarda oshasiga aytganlar, Payg'ambarimiz alayhisalomning ota-onasi kufrda o'tgandir. Yana bizga aql ulamolardan Ali al-Qori risola yozganlar. U kishilarning kufrda ketganligi to'g'risida mustaqil risola yozganlar. Ko'proq Payg'ambarimiz alayhisalomning ota-onasini iymonda ketgandir Shofiy ulamolari. Ya'ni Imom Shofiyga o'zini nisbat bergan, masalan, Suyutiga o'xshagan olimlar bu masalada ko'proq tortishadi va ular iymonda ketgan deydi. Agar kufrda o'tgan bo'lsak, Payg'ambarimiz alayhisalom bir kofirning farzandi bo'lib qoladi-ku. Payg'ambarimizga zarar qilmaydi deydi. Agar payg'ambar shunda aytladiki, agar ota-onasini kofirligi zarar qiladigan bo'lsa, Ibrohim alayhisalomga zarar qilish kerak. Lekin Ibrohim alayhisalomga zarar qilmadi-ku. Deyilgandan keyin bu yerda endi bu dalilni yo'qotishga aytadiki, Ibrohim alayhisalomning dadasi emas edi, Ozor, amakisi edi deydi.
uni dadasi yoshligida o'lib ketgan edi, musulmon edi deyishadi. Qarang, bu yerdagi zaif qavullarni kuchlantirishlik uchun mana bu yerdagi oyatda sarohatan kelgan masalani buzishyapti. O'sha masaladan ketib chiqyaptilar. Agar payg'ambarimiz alayhissalomning masalasi bo'lmasa edi, bu oyat ular buzmas edi. Ya'ni birinchidan dalillari yo'q. Payg'ambarimiz alayhissalomning ota-onasini jannatda bo'lganligi, tavhidga ketganligiga dalillari yo'q birinchidan. Ikkinchidan, uyalmasdan o'zlarini dalilsiz da'volarni isbot qilishlik uchun Qur'onda kelgan sarih oyatlarni ma'nolarini buzib tashlashyapti. Va izqala Ibrohimu li abihi, Ibrohim dadasiga aytdi degan kalimani, abun kalimasini ammunga, amakiga burib yuborishyapti. Nima keragi bor? Qur'on aytgandan keyin, mana Ibrohim alayhissalom masalan sobit bo'ldimi? Ibrohim alayhissalom dadasi kofir edi. Ibrohim alayhissalomga zarar qildimi? U kishini hanifligiga, xolisligiga, ummatligiga, imomligiga zarar qildimi? Qiyomatgacha keladigan butun mu'minlar u kishiga ergashligi, u kishiga tobe bo'lishligi, u kishining millatda yurishiga zarar qilyaptimi? Yo'q. Dunyo va oxiratdagi fazilatiga zarra qadar zarar qilgani yo'q. Ayni shunga o'xshab payg'ambarimiz alayhissalomning ota-onasini kufrda bo'lishligi albatta hech qanday zarar qilmaydi. Yana uni ustiga payg'ambarimiz alayhissalomlar bir zamonda yashamadiki, payg'ambarimiz alayhissalom dadasi bilan gaplasharmadi, onasi bilan gaplasharmadi. Yoshligida vafot qilib ketdi ular. Ibrohim alayhissalom dadasi bilan gaplashyapti-ku. Payg'ambarimizning holati yana ham yengilroq-ku. Qarang, mullalar bu oyatni buzganligini sababi o'sha naligi masala. Va qala ta'ala, Alloh taolo Tavba surasi 114-oyatda aytdiki: "Va ma kana istighfaru Ibrohim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu." Ibrohim alayhissalomning otasiga bo'lgan istig'fori hech narsa uchun bo'lmagan edi, faqatgina otasiga va'da qilgan va'dasini sababidan bo'lgan. Endi bu yerda bu oyatni keltirishga sabab shuki, Ibn Sayminni haligi mullalar Ibrohim alayhissalom dadasiga bazlatadi, mana dadasiga duo qilyapti-ku, demak dadasi musulmon ekan deyshadi. Alloh aytayaptiki, Ibrohim alayhissalom dadasiga qilgan duosi unga va'da berganligi uchun bo'lyapti. U mo'min bo'lganligi uchun emas. Liannahu qol, chunki mana Ibrohim alayhissalom Maryam surasi 47-oyatda aytayaptiki: "Sa'astaghfiru laka robbi." Yaqinda sen uchun Robbimga istig'for talab qilaman. Robbimdan istig'for talab qilaman. Ey Robbim, otamni kechirgin, mag'firat qilgin deyman deb Ibrohim alayhissalom dadasini islomga, iymonga, tavhidga da'vat qilganlarida mana shu va'dani beryaptilar. Innahu kana bi hafiyya. Albatta Alloh taolo menga hafiy bo'lgan zotdir. Hafiy. Nima degani hafiy degani? Hafiy menga qattiq e'tibor beruvchi, meni duolarimni rad qilmaydigan, duolarimni ijobat qiladigan. Haqiqatan ham Ibrohim alayhissalom Allohga ko'p yalinadilar, ko'p duo qiladilar. Yani Ibrohim alayhissalom Allohga nihoyatda yaqin bo'lgan qullardan edilar. Shuning uchun o'tga otilgan vaqtida mana o'tga tushib ketyaptilar. Jibril keldi. Aytdiki, qo'lingni ber, men seni tepaga olib ketay. Deganda Ibrohim alayhissalom aytdiki, Alloh biladi meni holatimni? Ha, biladi. To'g'ri, Alloh kifoya qiladi, senga hech qanday hojatim yo'q. Hali o'tga tushib ketyapti turganda Jibril alayhissalom kelsa, Allohdan izlab kelgan, yordam beraman desa, yordamini qabul qilmayaptilar. Menga Alloh kifoya deyaptilar. Ya'ni Alloh bilan muomalasi shu darajada bir mustahkam edi, Allohga mana bu darajada tavakkullari, yaqinlari qattiq edi. Shuning uchun Alloh taolo bu kishining duolarini zoya etmas edi. Duolarini qabul qiladi, nimani so'rasa beradi. Shuni e'tiborga olib aytayaptilar. Innahu kana bi hafiyya, albatta Alloh taolo men uchun, menga nisbatan nihoyatda e'tiborli bo'luvchidir. Juda e'tibor qiladigan, nihoyatda duolarini qabul qiladigan zotdir deyapti. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. İbrahim alayhissalomga annahu dadasining Allohga dushmanligi aniq bo'lganda tabarra'a minhu, undan baroat e'lon qildi, yuz o'girdi deyapti Alloh taolo. Qarang, Tavba surasi 114-oyatda nima deyapti? Ibrohim alayhissalom avval umid qilyaptiki, dadam islomga kirib qolarmikin, tavhidni qabul qilarmikin, shirkni tark qilarmikin deb inshaalloh qilsa kerak degan maqsadda senga duo qilaman, istig'for talab qilaman, Alloh taolo gunohlarini kechirsin deb harakat qilyapti ular.
Lekin ko'rdilarki, Alloh taolo ham aytdiki, "Ya Ibrohim, dadang iymonga kelmaydi, tavhidni qabul qilmaydi, shirkdan tavba qilmaydi" degandan keyin tabayyalahu Ibrohim alayhisolamga aniq bo'ldi, ravshan bo'ldi, ma'lum bo'ldiki, annahu aduwwun lillahi. Dadasi Allohning dushmani ekan, kofir ekan, mushrik ekan. Tabarra minhu, undan bezorlik e'lon qildi. Inna Ibrohima la'awwahun halim. Albatta Ibrohim la'awwahun halim deya. Halim degani bosiq degani. Awwahun degani ko'p g'am qiluvchi degani, g'amxo'r degani. Ko'p duo qiluvchi degani. Qarang, hafiyaga awwahun deb bog'lanib turganligini qarang. Albatta Ibrohim ko'p duo qiluvchi. Awwahun aslida degan kalimadan chiqqan. Nola qiluvchi. Ya Robbi deb yalingan holatda, tazarruq qilgan holatda, yolvorgan holatda duo qilish. Shuning uchun Allohunni har xil ta'sirlari bor. Ko'p duo qiluvchi, ko'p qattiq yalinuvchi, yolvoruvchi, qattiq tilanuvchi degan ma'nolar bor. G'amxo'r, xo'rsinuvchi, mahzun bo'luvchi. Alloh taolo aytadiki, Ibrohim alayhisalom shunday nihoyatda bir g'amxo'r bo'lganligi uchun, dadamiz ham iymonga ketib qolsin deb juda g'am qiladilar, o'ylanadilar. Va Allohga ko'p duo qilyaptilar. Halim bosiq degani, bizda halim deganda yomon tushuniladi. Urfda halim sifati yomon tushuntirilgan. Bilasizmi? Halimsa to'g'riladi. Shundaymi? Halim. Bizda xato tushuntiradi halimni. Odamlar o'zlari aytadiki, olimlar halim bo'lish kerak deydi. Nima u halim desa, halim supurgiga o'xshagan. Yumshoq. Qancha ursiz, so'ksiz, tiljayib turaveradigan. Bu g'arizasida g'azab degan narsa yo'q, o'ldirilgan. Ikki qilingan unga dori iloj berilgan, undagi g'azab degan sifat yo'q. Doim tiljayib turadigan. Qancha zulm qilsa ham hech aziyatlanmaydigan odamni halim deyishadi. Mullalar, olimlar shunday bo'lish kerak. Avvallar qancha zulm qilsa qilaveradi, qancha aziyat bersa beraveradi, olimlar doim tiljayib turish kerak. Lekin halim nima degani halim? Hilm. To'g'ri, olimlar halim bo'lishi kerak, har bitta mu'min halim bo'lishi kerak. Halimlik Ibrohim alayhisolamning sifati edi. Inna Ibrohima la'awwahun halim. Albatta Ibrohim awwahun halimdur deyapti. Halim viqorli degani. O'zini tasqinlaydigan, o'zini pastga urmaydigan va sabrli degani. O'ch olishlikka harakat qilmaydigan, ya'ni tez o'ch olishlikka harakat qilmaydigan odam. Sabrli. Bizda halimni o'zbekchadagi bosig'i ma'nosi bosiq degan ma'noda. Bosiq. Bilamki bosiq deganda tushunasizki, bu odam bir dana yerdan o'ch olmaydi, sabr qiladi, kutadi, balki shu tuzalar, yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lmaganidan keyin emasini ko'rsatib qo'yadi. Halimni ma'nosi shu, bosiq degani. Tushundingizmi? O'ch olishlikka shoshilmaydigan, viqorli. Bosiq deganda qo'rqoqni tushunmaymiz kamlar. Ulug'vor, imtihon olishlikka, jazo berishga kuchi yetadi, qo'lidan keladi, lekin balki tuzalib qolardi deb sabr qiladi. Mana olimlar va har bitta mu'min shunday bo'lishi kerak, halim bo'lishligimiz kerak. Qarang, din dushmanlari va bu xoin mullalar kalimalarning ma'nosini buzib turib, halim degan ma'nosini buzib, bizga noto'g'ri tushuntirishgan. Biz haligi odamlarning ichidagi ma'nodan ta'sirlanib kelib, mana bu yerda Ibrohim halim bo'lgan ekan desa, yo'q, qanday ekan? Biz Ibrohim alayhisalom to'g'risida ham keyin o'zimizni noto'g'ri fikrimizni nisbat bera boshlaymiz. Ibrohim ham shunday bo'lgan ekanda. Qancha so'zsa ham, ursa ham indamay turaveradigan. Va fi surati Ibrohim alayhisalomning surasida qala Robbana ighfir li va livalidayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ibrohim surasi 41-oyatda Alloh taolo aytayapti. Ibrohim alayhisalom aytayaptilarki, ey Robbimiz, Robbana ighfir li, meni mag'firat qilgin, meni kechirgin, va livalidayya, va meni ota-onamni kechirgin, va lil mu'minina, va butun mu'minlarni kechirgin, yawma yaqumul hisab, hisob qoyim bo'ladigan kunda, qiyomat kunida deyapti. Walakin fima ba'du tabarra minhu. Lekin bu ham oldin bo'lgan edi. Keyinchalik bezorlik e'lon qildi, keyin ota-onasi haqqiga duo qilmay qo'ydilar. Bu oyatga ham diqqat qilinglar.
Robbighfirli va livalidayya, meni va ota-onamni kechirgin degan duolari falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi degan oyatdan, hukmdan, masaladan oldin bo'lgan edi. Tushundingizmi? Alloh taolo Ibrohim alayhisolamga Ibrohim dading uchun duo qilmagin. Dading kufrda o'ladi baribir. Iymonni islomda qabul qilmaydi degan vahiy kelishdan oldin, Allohning buyrug'i, ma'lumoti berilishdan oldin shu duoni qilganlar. Robbana g'firli va livalidayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab deb duo qilganlar. Lekin biz bu duoni qilsak bo'laveradi agar ota-onamiz iymonda bo'lsa. Kofir bo'lmasa, biz shu duoni o'qisak, Robbana g'firli va livalidayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab deb bo'laveradi. Balki ana Qur'on hadisga ergashgan bo'lamiz. Haligi albatta odamlar ko'p duo qilishadi. Allohumma g'fir lana va livalidina va liasatizina deb duolar qilishadi. U duolar ham yaxshi, ma'nosi hech qanday bir zarar yo'q. Lekin mana bu duolarni qilsak, ayni oyatdan olingan duolar bo'ladi. Payg'ambarlar qilgan duolari bo'ladi. Tarixdagi mu'minlarning duosi ijobat qilingan, Allohni yaxshi ko'rgan, Alloh taolo yaxshi ko'rganligi uchun ko'rsatyapti-da. O'tgan darsda ko'rdikmi? Alloh taolo bizga bir narsani aytsa, shuni yaxshi ko'rganligini bildiradi. Alloh qabul qildiki, mana Alloh taolo o'zining kalomida xabar beryapti buni. Mana duo qilganimizda avval o'zimizga duo qilamiz, keyin ota-onamizga, mana yaqinlarga, keyin boshqa butun mu'minlardan qilgan duo qilishlik. Va butun mu'minlarni ham unutmaslik. Dunyoni qaysi chekkasida bo'lsa ham. Bu mana mu'minlarning fikrini ochyaptiki, bu oyatlar bizning fikrimizni ochib kengaytiryapti. Hammani tafakkur qilar, hammani o'ylaylar. Faqatgina o'zingizni, oilangizni yoki mahallangizdagilarni o'ylamang. Butun dunyodagi mu'minlarni o'ylang, tafakkur qiling, ularga buyuk hurmatlar qilishga harakat qiling. Amma Nuh alayhissalom esa faqat aytdiki, Robbighfirli va livalidayya va liman dakhala baytiya mu'minan va lil mu'minina val mu'minat. Nuh surasi 28-oyatda Nuh alayhissalom aytibdi: "Ey Robbim, meni kechirgin, ota-onamni kechirgin va meni uyimga mu'min holatda kirgan kishilarni kechirgin va butun mu'min erkaklar va butun mu'min xotinlarni kechirgin" deb duo qilyapti. Va yadullu ala anna abaway Nuhin kana mu'minayni. Bu oyatda Alloh qilyaptiki, Nuh alayhissalomning ota-onasi mu'min bo'lgan ekanlar. Tushundingizmi? U kishilar mu'minlar ekanlar. Nuh alayhissalomning ota-onasi to'g'risida bundan boshqa dalilimiz yo'q. Nuh alayhissalomning ota-onasi to'g'risida bizga shu dalil bor xolos, boshqa dalil yo'q. Shuning uchun biz bu dalilni olib turib Nuh alayhissalomning ota-onasi mu'min ekan deymiz. Lekin Ibrohim alayhissalomning ota-onasi to'g'risida esa mana ixtiloflar bo'ldi. Oyat ko'rsatyaptiki, kofir degani. Kofir deymiz biz. Foydatul ukhra, boshqa bir yangi foyda. Qala al-imam Ahmad bin Hanbal aytdilarki, va boshqa imomlar, olimlar ham aytadi, salasatun laysa laha aslun. 3 ta narsa bor, 3 ta ilm bor, ularning asli yo'q. Ya'ni sanadi yo'q. Al-maghazi birisi mag'ozi janglar. Janglarga borishlik, jihodlarga borishlik. Val malahim bu janglarda o'zlari, jang voqealari. Jihodlarga ketishliklar, malahim janglarda o'zlari, va tafsir va tafsirdir. Shu 3 ta ilmning asli yo'qdir deyaptilar Ahmad bin Hanbal. Fahazihi al-ghalib fiha annaha tuzkaru bidun isnani. Ya'ni bu ilmlar shu uchala ilm. Janglar to'g'risida, janglarga borishlik va tafsir ilmlarida ko'pincha masalalar sanadsiz zikr qilinadi. Ba'zi so'rayapsizlar-ku, tafsirda nimaga bunday botil qissalar kelyapti, nimaga bunday dahshatli gaplar kelyapti? Hali bu malahim jihodlar to'g'risidagi kitoblarni o'qiganlaringizda, tarixlarda, hozir mag'oziylar ko'proq tarixdan nazar qilyapti. Tarixiy kitoblarda va janglar bayon qilingan kitoblarda uncha san'atga e'tibor berilmaydi. Falonchi aytgan deb ketaveradi. Shu bo'lganmi, bo'lmagan, u kimdan eshitibdi, qanaqangi gap, ularga uncha e'tibor berilmaydi. E'tibor berganlar ham bor. Ba'zi ulamolar nihoyatda tekshirib turib olgan, ba'zilar unchalik tekshirmagan. Nimaga? Imom Ahmad bin Hanbal va unga o'xshagan ba'zi imomlarni mana bu gapidan ta'sirlanib. Bu kuni bir katta olimlar muzokara qilyapmiz. Bir masala o'tdi, men dalilini so'radim. Ya'ni oldimga men rad qildim bu masalani. Keyin falon tarix kitoblarida kelgan dedi. Men rad qildim, dalilni ko'rsatdim. Bu mana bu qonunni keltirdi. Tarixda dalil bo'lmaydi dedi. Tarixda falon kitobda kelgan deyiladi bas.
boshqa gapi yo'q dedi. Aytdim, bunday bo'lmaydi. U ham olimlarning gapini keltirdi. Keyin men unga aytdimki, sen olimlarning gapini tushunmasdan ekan. Olimlar maqsadini tushunmasdan ekan. Siz anchagina tortishdik bilan. Endi ular keltirgan ma'lumoti oyat hadislarga xilof bo'lgan ma'lumot edi. Shuning uchun men aslida. Bizniki meni e'tiborga olgan narsa qoida-i kulliya. Yuqorida ham aytdik, biz Qur'on hadisda bo'lmagan masalalarni Qur'on hadis sarosiga solamiz. Qur'on hadis bizga to'g'ri keladi desa, olamiz uni. To'g'ri kelmaydi desa olmaymiz. Rad qilamiz, tashlaymiz uni. Bu qonun ham bor. Imom Ahmad bin Hanbalda bu gapini maqsadini to'g'ri tushunishimiz kerak. Yoki u kishidan boshqa ulamolarni maqsadlarini to'g'ri tushunish kerakki, ular aytmoqchi emaski, tarixda yoki tafsirda yoki jihodli masalalarda hech sanadini tekshirmasdan kim aytdi buni qayerda keldi tekshirmasdan olib ketaveringlar degani emas. U kishining maqsadi shuki, u kitoblarda ko'pincha sanadlar keltirilmaydi. Tafsir ahli va bu janglarni yozgan olimlar, tarixchilar sanadga uncha e'tibor bermaydi demoqchilar. Bildingizmi? Shu maqsadda aytyaptilar. Lekin aslida albattaki sanadi bo'lishi kerak. Biz sanadsiz narsani qabul qilmaymiz. Ibn Muborak aytadilar, Abdulloh ibn Muborak. Agar sanad bo'lmaganda edi, har kim xohlaganini gapiraverardi. Bu din buzilib ketgan bo'lardi. Sanadni lozimligiga mana bizga Qur'on avvalo dalilki, Qur'on bizga janglarda ham bayon qilyapti, tarixiy masalalarda ham bayon qilyapti. Qur'on hamma ilmlarni eng sanadli holatda aytgandek, tarixiy masalalar, jang masalalari va boshqa masalalarda ham eng go'zal holatda bayon qilyapti. Ya'ni Qur'on shunga aralashdimi, demakki, u ham sog'lom bir ilmli bo'lishi kerak. Ikkinchidan mana hadislarda ham bor. Buxoriyni ko'ring, Buxoriyda mana jihod bobi bor, tafsir bobi bor, tarixiy masalalar bor. Butun hadis kitoblarida bor bu narsalar. Fiqh kitoblarga qarang, butun fiqh kitoblarda jihod masalalari bor. Tafsirki endi butun ilmlar hammasi Qur'onni tafsirlari. Ko'ryapsizlar, bir oyat to'g'risida ulamolar qancha tortishyapti. Ijtihodiy masalalarda qancha dalillar to'g'risida ixtiloflar bo'lyapti. Agar sanadini hech e'tibori bo'lmasa, Ahmad bin Hanbalning so'zini ba'zilar noto'g'ri tushunib, ya'ni sanad kerak emas, shunday olavergin degan gap to'g'ri bo'lsa, bu olimlarning gapini shunday tushunishlik to'g'ri bo'lsa, unda bu ixtiloflar hammasi bekorga o'tib qoladi. Tafsirda o'qsa nima kelgan bo'lsa olaverish kerak bo'ladi. Tarixda nima aytilgan bo'lsa olaverishlik kerak bo'ladi. Bundaymi? Mana qarang, Aleksandr Makedonskiy. Shu odamni shuncha maqtaydi o'zlari maqtaydi. Nihoyatda katta adolatli insondir. Butun dunyoni boshlagan Falonqiston deyshadi. Mana bu so'zni tarixda sanadi bo'lmaydi, asli bo'lmaydi degan so'zni noto'g'ri tushunganlar ulardan olishaveradi shunday. Albatta hatto bizni adabiyotlarga ham kirib ketdi. Aleksandr Makedonskiyni maqtashib, adolatli inson deb, dunyoni adolatga to'ldirgan deb tarixni ko'rsiz undaymi? Bu odam islomga, iymonga xizmat qilgan odam emas. Yo'lda dinga xizmat qilgandek ko'rsatishadi. Iskandar uchun, Aleksandrni Iskandar uchun. Qani? Zulqarnayn boshqa. Zulqarnaynni Iskandar degan ismni bir oyatda hadisda kelmagan. Uni Iskandar demaslik kerak. Uni Zulqarnayn deyiladi xolos. Qur'on Zulqarnayn dedi. Hadislarda shunday kelgan. Iskandar deyilmadi. Uni Iskandar dedimi, keyin ana kazzoblarga yo'l topiladiki, aralashtiradi. Tafsir kitoblarida ko'p shunaqangi aslsiz gaplar, jihod masalasida ham, tarixda ham ko'p. Lekin biz yana takror etamizki, Qur'on hadisga tarozisiga solib ko'ramiz. Agar Qur'on hadis tarozisiga to'g'ri kelsa qabul qilamiz, to'g'ri kelmasa qabul qilmaymiz. Tark qilamiz, rad qilamiz. وَلِهَذَا فَإِنَّ الْمُفَسِّرِينَ يَذْكُرُونَ قِصَّةَ آدَمَ. Shuning uchun mufassirlar Odam alayhisolamning qissasini zikr qilishadi. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا A'rof 190-oyat. Mana ularga solih holatda kelganda degan oyatda tafsirlar zikr qilishadi. Qissalarni va qalilun minhum ma yunkiru qissatal majzubata fi zalik. Mana shu oyatning tafsirida Odam alayhisolam to'g'risida yolg'on, ya'ni to'qima qissalarni rad qiladigan olimlar, mufassirlar juda kam bo'ladi. Mufassirlarning ko'pi shu oyatning tafsirida Odam alayhisolam to'g'risidagi aytilgan yolg'on qissalarni to'g'ri qilib o'tib ketishgan. Rad qilmagan. Juda kamdan kam ulamolar rad qilgan. O'tgan darsda aytdim-ku, ya'ni birorta payg'ambarni qo'yishmaganki, unga kufrda shirkni nisbat bermagan bo'lsa. Har bitta payg'ambarga kufr shirkni nisbat bergan. Mana hozir tafsirdan ko'ramiz. Avvalo Ibn Kathir tafsiri. Alloh taolo aytayaptiki: "Huvallazi xalaqakum min nafsin wahida
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. U sizlarni bir nafsdan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratgan zotdir. Sen uning ayolini yaratdi Alloh taolo. Nimaga? Odam shu ayolida sukunat topishlik uchun. Mana uylangan inson sokin bo'ladi, sukunat topadi. Odam Havvoga qo'shilganda, o'ralganda, ya'ni jimo qilganda, hamalat hamlan xafifan, yengil homilador bo'ldi. Tamarrat bihi, va undan o'tdi. Falamma asqalat, og'irlashganda, homilasi og'irlashdi. Da'avalloha, Odam va Havvo ikkalasi Allohga duo qildi. Robbahuma, o'zlarining Robbisiga, la in ataytana solihan, agar bizga solih farzand bersang, lanakunanna minash shakirin, biz shukr qiluvchilardan bo'lamiz deb qasam ichishdi. Odam alayhissalomdan Havvo onamiz. Qur'on aytayapti. Demak, mana farzand so'rashlik. Ba'zidagi dars aytamanki, solihan deb qiz so'rashlik. Ixtiyori solasiz xotin so'rang, gapir so'rang, o'z biladi. Keyin uylangandan keyin solih farzandlar so'rashlik, buni qilish kerak buni. Namozlarda duo qilinglar. Biz hozir ko'pchilik so'ramaydi bunaqa. So'ramasangiz bermaydi Alloh taolo. Mana Odam alayhissalomdan Havvo onamiz Allohdan so'rayapti, Alloh taolo ularning duosini Qur'onda zikr qilyapti. Shu duolar o'qiladi-ku namozlarda. Namoz buzilmaydi-ku. Demak, biz soliha qiz va undan keyin farzand so'rashlik Qur'on hadisda kelgan narsa va payg'ambarlarning yo'lidir. Falamma atahuma solihan, Alloh taolo ularga solih farzand berganda, ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma. Alloh taolo ularga bergan narsada unga Allohga shirklar qilishdi deyapti. Unga lahuni hozir unga Alloh taolo bergan narsalarda unga shariklar qilishdi deyapti. Ta'alallohu amma yushrikun. Alloh taolo ularni shirk keltiradigan narsalardan oliy bo'ldi deyapti. Oyatning zohiri esa bu kuyatli Qur'onda kelgan-ku. Shunga o'xshab, mana mudrada Qur'onda kelgan-ku, nima qilaylik? Mana oyat zohiri ko'rsatyaptiki, ja'ala tasmiya. Odam va Havvo lahu Allohga shuraka, shariklar qilishdi, shirk keltirishdi, fima atahuma, ularga bergan keltirgan narsasida, farzandida deyapti-ku deydi. Bittasi mana Ahmad bin Hanbal o'zlari rivoyat qilyaptilar. Qala imom Ahmad fi musnadihi an Samuradan anin nabiy sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz alayhisalomdan rivoyat qilindi. Qala payg'ambarimiz aytdilarki, payg'ambarga boryapti. Valama waladat Havva, Havvo onamiz farzand ko'rganda, tafa biha iblis. Iblis keldi. Va kana la ya'ishu laha walad. Havvoni farzandi turmas edi. Tug'iladi, o'lar edi. Tug'iladi, o'lar edi. Faqala sammihi Abdul Haris. Aytdilarki, o'g'lining otini Abdul Haris qo'yganlar. Haris Alloh sifati emas-ku. Abdul Haris maxluq. Saynahu ya'ishu. Aytki, agar o'g'lining otini Abdul Haris qo'ysang, shunda o'g'ling o'lmasdan yashab ketadi dedi. Tasammatu Abdul Haris. Ki Havvo onamiz o'g'lini Abdul Haris deb atadi, fa'asha yashab ketdi. Va kana zalika min wahi ash-shayton va amrihi. Mana shu shaytonning vahiysidan va shaytonning buyrug'idan bo'lgan edi, deyapti. Ahmad bin Hanbal o'zi rivoyat qiladi. Agar siz shaxsiyatlariga alinadigan bo'lsangiz, keyin Ibn Kasirda ketdi bu tafsir. Ahmad bin Hanbal aytayapti. Va rawahu Tirmizi fi tafsirihi hadhihi al-aya, fi tafsir hadhihi al-aya. Imom Tirmizi ham rivoyat qilgan buni. Ibn Jarir Tabari keltirganlar. Tirmizi nima deyaptilar? Va qala hadha hadithun hasanun deyaptilar. Qarang, hasan hadisdir deyaptilar. G'aribun deyaptilar. Rawahu al-Hakim fi mustadrakihi, Hakim mustadrakida keltirgan. Marfu'an, thumma qala qarayishdi. Hakim aytayaptilarki, hadha hadithun sahihul isnad deyaptilar. Isnodi sahih deyapti. Havvo onamizning mushrikka chiqarilgan hadisni mana Imom Tirmizi hasan dedi, Hakim sahih deyapti. Valam yukhrijahu, lekin Buxoriy Muslim keltirmagan deyapti. Ibn Abi Hatim ham keltirganlar. Abu Bakr bin Mardava keltirganlar. Lekin Ibn Kasir aytayaptilarki, anna hadha hadis ma'lulun min salasati awjuh. Bu hadisni bular sahih deyapti, lekin bu hadis 3 tarafdan illati bor, 3 ta kamchiligi bor bu hadisda deyapti. Buni sahih demaslik kerak deyapti. Birinchisi,
Shu hadisda roviylardan bittasi Umar bin Ibrohim degan odam. Abu Hatim roviyat aytadilarki, la yuhtaddu bihi, u hujjat qilinmaydi deyapti. Uni gapi olinmaydi deyapti. Ikkinchisi, annahu qad ruwiya min qawli Samura nafsihi laysa marfu'an. Bu aslida marfu emas. Payg'ambarning so'zi emas. Samurani so'zidan rivoyat qilingan, marfu emas deyaptilar. Hasan al-Basri shuning uchun bu rivoyatlarni rad qilib, Hasan al-Basri aytganlarki, كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. Bu oyat hadisda keltirilgan ikkalasi degani Yahud va Nasroniylardir. Ularga Alloh taolo farzandlar berdi, ular bo'lsa farzandlarini Yahudi va Nasroniy qilishdi deyaptilar. Ibn Kasir aytayaptilar, "Va hadi ahsanidu sahihatan al-Hasan", bu Hasan Basridan kelgan sahih sanad. Bu oyatni shunday tafsir qildilar, "Va huwa min ahsani tafsir va ulama hamilat alayhi al-ayat". Tafsirlarning yaxshi so'zi deyaptilar. Bu oyatning hamil qilingan ma'nolarining eng to'g'rirog'i shudir deyaptilar. Undan keyin yana boshqa qissalarni keltiryaptilar. Yana Ibn Abbosdan keltiryapti. Kanat Havva Adam alayhissalom avladan fayu'abbiduhum billahi va yusammihi abdalloh va ubaydalloh va nahwa zalik. Fayusibuhum al-maut. Fatahuma iblis wa Adam فقال إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميان به لعاشا. قال فولد له رجلا فسماه عبد الحارث. Mana Havvo onamiz farzand ko'ryaptilar. Hammasini shunday Abdulloh, Ubaydulloh deb Allohga nisbat berishardi. Shunday otlar qo'yishardi. Keyin o'lim kelardi, vafot qilardi. Bir kuni iblis keldi. Odam alayhissalom o'tiribdi. Aytdiki, sizlar shu qo'yib turgan otlardan boshqa ot qo'ysalaringiz, masalan Abdul Harisga o'xshab, shunda bolalar yashab ketadi. Keyin yana bir farzand ko'rdi, uni Abdul Haris qo'yishdi. Keyin yashab ketdi degan qissalar. Yana ba'zilar tafsirlarda aytyapti, yana Ibn Abbosdan keltiryapti. Shayton kelib aytyapti, sizlarga qanday farzand bo'lishini bilasizlarmi? Balki hayvon bo'ladi, tug'iladigan farzand inson bo'lmas deyapti. Yana bir rivoyatda shayton kelib, yana bir rivoyatda qissalar aytyapti, shayton kelib aytyapti, agar men aytgan ot qo'ymasalaringiz, shu meni qulim deb qo'ymasalaringiz, u mukammal inson bo'lmaydi. Hayvon bo'lib chiqadi. Yoki tug'ilsa ham o'ladi. Yana keyin nima qo'yilib bo'lmasa, Abdul Haris qo'yiladi. Haris desa shayton. Bilasizmi? Shaytonning quli deb keyin ot qo'yishdi degan. Boshqa rivoyatlarda avvalgi safar ham kelib aytdi, agar men aytgan ot qo'ymasalaringiz, meni qulim deb ot qo'ymasalaringiz, unda bolalaringiz o'ladi. Degan Odam alayhissalomni Havvoni qabul qilmabdi, keyin tug'ilib o'lib ketgan. Nisbatan shunday bo'libdi, qarasa bo'lmaydi, oxir shaytonning aytganini qilishib, keyin shaytonni bandasi deb ot qo'yishdi. Ibn Kasir nima deyaptilar? Qarang. Vaqat talaqat asar Ali ibn Abbas jama'atun min ashabihi. Bu asarda hozirgi qissalar bu, ya'ni bu qissani botilligini men zarra qadar shak qilmayman. Shunday bu qissa botil, tuhmat. Havvo onamiz bizning zamondagi johil xotinlardan emas. Havvo onamiz jannatda yashagan bir xotin. Farishtalarni ko'rgan bir xotin. Odam alayhissalomdek bir payg'ambar, misli bir olim farishtalarga dars bergan. Farishtalarga aytdi Alloh taolo. So'raylardi. Ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Farishtalarga bu narsalarning ismlarini xabar ber. Dars ber farishtalarga dedi. Odam alayhissalom farishtalarga dars bergan. Farishtalarga dars beradigan darajadagi bir katta olim edilar. Shunday katta olimning ayollari Odam alayhissalom har qadamida, har soniyada ayollariga o'rgatyapti, dars beryapti. Odam alayhissalom Alloh taolodan shunday bevosita gaplashgan zot. Nahotki bunchalik bir imkoniyat, jannatda yashagan, jannatda ko'rgan, farishtalarni ko'rgan, yerga tushganda ham ular shu darajada bir Allohga yaqin bo'lishganki, farishtalar bilan gaplashib yurishaveradi. Biz qanday gaplashsak, farishtalar bilan shunday gaplashib yurishaveradi. Keyin odamlarga gunoh ko'paygandan keyin farishtalar odamlar bilan gaplashmaydigan bo'lib qoladi. Lekin mana Muhammad alayhissalom bilan gaplashib yuribdi-ku, Jibril alayhissalom. Sahobalarga aytdilar-ki, bir kun Abu Bakr bilan Hanzala keldi, yig'lab. Ya Rasululloh, biz munofiq bo'ldik. Nimaga? Tinchlikmi? Aytdilar, sizni darsida o'tirganimizda jannatdan gapirsangiz, o'ta jannatda yurgandek bo'lamiz, jahannamdan gapirsangiz, jahannamda ko'rgandek bo'lamiz. Iymonimiz ortda ko'payadi. Uyga borsak, bola chaqaga aralashib, dunyoga aralashib, esimizdan chiqib ketadi. Demak, biz munofiqmiz. Sizni darsida o'tirsak, ya mo'minga o'xshab qolamiz-da, tashqariga chiqsak, iymonimiz kamayib qoladi. Yana payg'ambarimiz orasidan kulib aytdilarki, agar sizlar darsda o'tirgan kayfiyatda bozorda uylarda yuradigan bo'lsalar, ko'chada farishtalar kelib ko'rishadi sizlardan. Assalomu alaykum, Abu Bakr, yaxshimisiz? Bu darajaga chiqib, hozir ham agar shu darajaga chiqib, farishtalar sizdan ko'rishadi ekan. Gaplashishadi.
Odam alayhissalomdan Havvo onamiz mana bu darajada bo'lgan insonlar ular. Qarang, hozir bu qissalarda shunday tushuntayaptiki, bir johil tekka qishlarni ham tekkasidan kelgan, cho'ponlikni ham bilmaydigan, bir dekonchilikni ham bilmaydigan, og'zi ochilgan, libos kiyishni ham bilmaydi, tugmalarni ham qish qilib qadab olgan. O'tirishda og'zini ochib, shayton kelyapti, kibrlanib, qo'rqityapti ularni. Agar bolalaringizga meni otimni qo'ymasalaringiz, meni dandam demasalaringiz, o'ladi u. Qo'rqishib, yig'lashib, uni gapiga ishonishgan. Qarang, Odam alayhissalom shuncha ilmi har ketdi. U jannatda u daraxtni yeb qo'ydilar. Shaytonning vasvasasi bilan. Nahotki shundan dars olgan bo'lmasa, Odam alayhissalom shundan keyin yana shaytonni o'ziga do'st deb bilsa, ishonsa uni gapiga. Nahotki Odam alayhissalom shuni shirkligini bilmagan bo'lsa, Abdul Xolis desa. Bular tuhmat bular. Lekin qarang, ilmi oz olimlarni to'xtab qolganligini sababi shuki, vaqt talaqa hadal asar an ibn Abbas jama'atu min ashabihi. Yani bu qissalar sahobalardan kelyapti, qarang. Ibn Abbosdan, uni shogirdlardan bir jamoat shu qissani olgan deyapti. Kam Mujohidga o'xshagan. Qarang, mashhur mufassir, tobiinlardan. Va Sa'id ibn Jubayr, Ikrima, va min at-tabaqati saniyati. Ikkinchi tabaqadagi mufassirlar Qatoda, Suddi va g'ayru wahid min as-salaf. Qarang, salaflardan bittadan boshqa deyapti. Ko'p salaflardan ko'pchilik kishilar mana shu qissani rivoyat qilgan deyapti. Demak, salaf deganlar ham ish bitmas ekan. Bildingmi? Salaf bo'ldimi ish bitmaydi. O'yladilarki, biz salafiy bo'ldik ish bitdi. Yo'q. Salaf bo'lganidan keyin ham yana yurishingiz kerak. Qur'on va hadis, vahiyga borasiz. Qur'on va hadis nima deyapti? Va jama'atu min al-khalaf. Xalaflardan bir jamoat shu qavlda deyapti. Bu aslida u qarang chalangularda gapi bo'lmayapti bu. Katta olimlar, sahobalarning, tobiinlarning, katta mufassirlarning gaplari bo'lyapti. Va min al-mufassirin min al-mutaakhirin jama'atun la yuhsawna kasratan. Ibn Kasir aytibki, keyingi mufassirlarning ichidan shunchalik ko'p jamoat ulamolar bu tafsirdaki ularning ko'pligi bilan ko'pligini sababidan hisoblanmaydi deyapti. Sanating oldi charchab qoladi. Shu qissani to'g'ri deganlarda sanating charchab qoladi. Ibn Kasir nima deyaptilar? Va ka'annahu jo'yanki vallohu a'lam, Alloh biluvchiroq, asluhu ma'khuzun min ahli al-kitab. Bu ahli kitobdan olingan deyapti. Hali Ibn Kasir shuni bir jazm bilan qat'iyat aytmayapti, shu ahli kitobdan olingan deb ochiq aytmayaptilar. Vallohu a'lam deyaptilar yana. Nimaga bu tarafda shuncha olimlar turibdi-da? Ibn Kasir ham aytadiki, ular mendan katta edi-ku. Agar men bilgan narsa to'g'ri bo'lsa, ular ham shu narsani bilib xato rad qilishi kerak edi. Bilmayaptimi, demak haq yo'li bormikin deyapti. Ammo biz bular hammasini rad qilib tashlayapmiz. Nimaga? Chunki Qur'on hadis doim bizga Odam va Havvoning mo'minligini ko'rsatyapti. Ular mo'min edi. Odam alayhissalom xususan payg'ambar edi, shirk keltirmagan hech qachon. Endi Havvo agar xotini shirk keltirsa, kofir bo'lsa, u nikoh buziladi-ku ular. Ularning farzandlari nima bo'ladi-ki? Unda keyingi farzandlar hammasi nikoh bo'lib ketadi-ku. Qarang, qanday fasod kelaveradi bu yerda. Kofirlarning hozirgi fasodlariga yo'l ochishlik bo'ladi. Nima bo'ldi nikoh bo'lmasa? Eskidan shunaqa-ku, deyishaveradi-ku. Hamma o'z rasvo qiladi. Unda siz u ming tandan so'rab surishtirib, bu qiz yaxshi ekanmi, hech kim bilan yurmas ekanmi, hech kim bilan gaplashmagan ekanmi, onasi yaxshi ekanmi, momosi yaxshi ekanmi, momosini momosi, hammasi dofil bo'ladi-ku. Nima bo'ldi? Ahli kitobda olingan Sayyid ibn Abbas rawahu an Ubay bin Ka'b. Chunki Ibn Abbas bu narsani Ubay bin Ka'bdan rivoyat qilgan. Ubay bin Ka'b avval Yahudi bo'lgan edi, ya'ni Yahudiylardan kelgan qissalar bular. Ba'zi sahobalar Yahudiylarni qissalarini o'qigan, bu kishi Yahudi bo'lmagan-u, Yahudiylarni kitoblarini o'qiganlar. Ba'zi sahobalar shunday Tavrot, Injillarni o'qib turib, keyin shularni naql qilganlar. Lekin mana muhaqqiq olimlarning gaplarini eshityaptilar. Oyat boshida Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz to'g'risida keldi-yu, lekin keyinchalik keyingi zurriyatlarga o'tib ketdi masala. Alloh taolo keyingi insonlarni holatidan xabar berdi. Odam alayhissalom bilan Havvo onamiz shirk keltirmaganlar. Hali inshaalloh tafsir darsida bizda chuqur to'xtalamiz. Mana Ibn Kasir shuni aytyaptilar. Sayyidul mufassirin yaquluna qissata Adam falamma atahuma solihan, Alloh taolo ularga ikkalasiga solih farzand berganda degan oyatni tafsirida mana Odam alayhissalom qissasini zikr qilishadi. Va qalilun minhum man yunkiru qissatal makzubata fi zalik. Bu masaladagi to'qilgan yolg'on qissalarni rad qiladigan olimlar juda kamdir deyapti. Ibn Sa'di mana aytayapti. Bu kishi ham bu qissalarni mana yolg'on deyaptilar, botil deyaptilar. Shu qissalar mana Odam alayhissalomdan Havvo onamizni mushrikka chiqarilyapti, kofirga chiqarilyapti. Demak, mana
ilmda qanchalik biz chuqur ilmga muhtojligimiz, ilmimizni keng bo'lishligi, vojibligi yana bir marta sobit bo'lyapti. Shuncha mufassirlar, hatto sahobalardanki agar bu xatolar sodir bo'lyapti degan bo'lsa, salaflardanki bu xatolar sodir bo'lyapti, demakki mana ilm yo'li oson narsa emas. Shuning uchun bir narsani bilmadikmi, to'xtashligimiz kerak, gapirmasligimiz kerak. Bir masalani tekshirishlik kerak. Sahobani aytganligi ishni bitirmaydi. Tobiinlarning aytganligi ishni bitirmaydi. Imomning aytganligi ishni bitirmaydi. Oyatda hadisdan bo'lishlik kerak. Termiziy qanday hasan dedilar bu hadisni. Hokim sahih dedi. Ibn Kasir aytayapti, yo'q. Bu Rasulullohning so'zi emas. Qarang, biz shirk gapni gapirishadi, ya'ni Rasulullohga nisbat berishadi. Rasululloh aytgandek. Eng dahshatli taraf shu. Ilmsiz odamlar keyin payg'ambarimizning so'zi ekan-ku, payg'ambar aytgandagi ishonaylik deydi. Balki biz bilmagan narsalar bor bo'lmaydi. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom boshqa sahih hadislarda hech qanday ixtilofsiz hadislarda aytganlar butun payg'ambarlarning shirkdan, kufrdan ma'sumligini. Qur'on aytgan qancha yerda butun payg'ambarlarning kufr, shirkdan ma'sumligini, ular hech qachon shirk, kufr keltirmaganligini. Oyat turibdi bu yerda. Qarang, Termiziyni o'qigan bilan ish bitmayapti. Termiziyni o'qiganingizda siz ehtiyot bo'lib o'qishingiz kerak bo'lyapti. Shirk bo'lgan narsani hasan deyapti. Hokimlik kitobini o'qib turganingizda ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lyapti. Shirk bo'lgan narsani sahih deyapti, Rasululloh aytgan deyapti. Shirkdir. Shirkni Rasulullohga nisbat berilgan. Bunday katta olimlar buncha katta xatolarni qilgandan keyin bizni diyordagi mullalar bu xatolarga ta'zir qilmaydi. Albatta ilmsiz bo'lganlar keyin xato qiladi-da. Aytadiki, mulla bilganini gapiradi deydi-ku. Bilganini gapirishyapti bechoralar nima? Nima qilish kerak? Mana biz ustimizga farz bo'lyapti, vojib bo'lyapti. Tushunyapsizlar, haqiqatni ko'ryapsizlar. Ustimizga farz bo'lyaptiki, biz bu haqiqatlarni o'rganib, chuqur holatda o'rganib, bilib, odamlarga tushuntirishimiz kerak. Bu yolg'on narsalarni, tuhmat narsalarni rad qilishimiz kerak, chiqarishimiz kerak, yig'ishtirib tashlash kerak. Shu shirk qilsalar, qarang, dinni oti bilan, hadisni oti bilan, tafsirni oti bilan, ilmni oti bilan ichimizga kufr, shirk kiryapti. Bechora millatimiz dinni o'rganaman deb kelyapti, ularga shirk, kufr o'rgatilyapti-da, shirkka bosib ketishyapti, keyin kofirlarning zulmiga qolyapti. Avom qanchalik mazlum. Qarang, ilmsizga qanchalik xorlik. Ilmsiz bo'lsa shu sizda. Dinni o'rganaman deb borasiz, kufr, shirkni o'rganib kelasiz, dunyo oxiratda rasvosiz. Siz ilm o'qishlik kerak, olim bo'lishlik kerakki, shu hollikdan qutuling. Ko'pchilik ahli ilm shu qissalar rad qilmaydi. Masalan, biz rad qilganligimizni eshitib aytadi, u kim u deydi. Mana o'zing bir qiyos qilmaydi, o'tgan ulamolarga uni deydi. Hech kim emas, qancha ilmi bor deydi. Atom falan pistoniyada o'qib ekan deydi, lekin buncha katta mufassirlarga nisbat berilsa, sahobalarga nisbat berilsa, kim u deydi. Uni gapi olinadimi? Olinadi uni gapini deydi. Sahobaning so'zini olamiz, hadisni olamiz deydi. Hadisda kelibdiki, mana Imom Termiziydan ham ko'pmi buni ilmi deydi. Imom Termiziy hasan degandan keyin basta deydi. Shunday qilib sizni shirkka olib ketadi. Payg'ambarimiz gapirdi, sahobalar gapirdi, Termiziylar gapirdi, shirkka olib ketilyapti. Dahshat qiladi. Odam alayhissalomni bu qissasini qabul qilganidan keyin bas keyin ham bekor bo'lmasa shirkka demak. Ahl otlar bor, masalan Abdul Rasul, Abdul Nabiy. Keyin ular aytadi, endi Abdul Haris ya'ni shaytonning quli degan ot joiz bo'lsa, Rasulning quli nimaga joiz bo'ladi? Men bilmayman. Yoki bo'lsam nima deyishadi yana? Eshon qul. Abdu Eshon. Eshonning quli qani? Eshonning ham quli bo'lsin. Shaytonning quli bo'lganda eshonning quli bo'lmaydi. Bo'laversin deydi. Bizni eshonimiz shaytondan battarmi deydi. Shaytondan yaxshi deydi. Qoidatu izan, demak shunday ekan, qoida shuki, annahu la ahadun ya'lamu 'anil umami sabiqati shay'an, hech kim o'tgan ummatlar to'g'risida biror narsani bilmaydi. Hech kim. Hech narsani bilmaydi. Bu hech kim deganda men ham kiraman, sizlar ham kirasizlar, bizdan oldingilar hammasi kirib ketadi. Abu Hanifalar, Imom Shofiylar, tobiinlar, tobiinlar, sahobalar hammasi kirib ketadi. Hamma. Ya'ni bu masalani bilmaslikda men bilan Ibn Abbos, men bilan Abu Bakr barobar. O'tgan ummatlarni men qanday bilmasam, Abu Bakr ham shunchalik bilmaydi. Hech qanday farqimiz yo'q. Illa min tariqil vahiy, faqatgina vahiy yo'lidan. Vahiy yo'lidan o'rganamiz. Abu Bakr ham vahiydan o'rgangan, Qur'ondan va hadisdan, sahih hadisdan. Bunaqangi o'zi hadis bo'lmagan Rasulullohning so'zi emas, lekin ba'zi ulamolar Rasulullohning so'zi deb olgan gaplarni olmaymiz. Termiziyni endi mushayda bir majbur aytib qo'ymasak bo'lmaydi. Termiziyni Imom Zahabiy aytadilarki, juda katta olimi deydi, lekin ko'pgina mavzu narsalarni, yolg'on narsalarni hasanga chiqarib olgan deydi.
Ya'ni bir narsani sahih deslikda, hasan deslikda juda beparvolik qiladi. Shuning uchun Imom Termiziy bir narsani hasan desa, unga e'tibor yo'q deydi. Imom Zahabiy aytadi. Uni o'zini o'rnida keladi. Shu vaqtgacha endi uni sizlarga aytmadim, chunki maqsad olimlarning xatosini bayon qilish emas. Endi hozir deyapti Imom Termiziy hasan degandan keyin inson jahliga kelaveradi, ha deb shayton aytaveradi. Bu kim bu Abdulloh deydi. Qancha ilmi bor unda? Ilmi yo'q uni deydi. Hech kim emas deydi. Termiziyni bilasanmi u? U Termiziy bo'lsa deydi. U hasan degandan keyin bas deydi. Va Imom Zahabiy aytadilar, Imom Termiziy hasan degan narsaga ishonchi yo'q deydi. Chunki juda beparvo. Hokim ham shunday. Butun ulamolardan hokimni sahih degan dalilmasiga qavliga ishonchi yo'q deydi. Chunki ulamolar o'zi mashhur o'qigan sari ko'raveradilar. O'zimiz darsimizda ham o'tdik-ku, hokim sahih degan narsa zaif deb bayon qilindi. Haligi qissa borki, Odam alayhissalom payg'ambarimiz vasiyat qilgan. Yerga tushgandan keyin aytdi, Allohim, Muhammadning haqqi hurmati kechirim so'rasam, kechirasanmi desa, Alloh taolo hayron bo'lib qolgan. Sen Muhammad qanday bilib qolding? Hayron bo'lib, o'tib odamlarni bayon qilyapti deb bayon qildi. Qanday bilib qolding desa, men aytdim, Ashda ko'rdim dedi. Jannatda darvozasida ko'rdim dedi. Har yerda ko'rib ketganmiz, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Shu seni otingni oldida uni otini ko'rdim. Endi demakki shunchalik buyuk bir zot ekanki, seni otingni oldida turib turibdi. Shundan bildim. Shuni o'rtaga rafidat qilgan Muhammad alayhissalomdir. Shuni haqqi hurmatdan meni kechirib olasanmi desa, kechiraman. Odam alayhissalom ishni shunday garantiya qilgandan keyin Muhammad alayhissalomning haqqi hurmatini meni kechirgan dedi. Alloh taolo majbur kechirib qo'ygan. Shu qissa botil qissa, mavzu yolg'on qissa. Shuni ham hokim sahih deganlar. Hokim sahih degan to'g'ri xusan. Allohu akbar. Mana hokim sahih. Vahobiylarga ishonmaylar. Vahobiylar deyadab. Kim deyadab? Bizni senmi? Biz Odam alayhissalomni shirkdan saqlashga harakat qilyapmiz. Sen uni mushrik qilishga harakat qilyapsan. Sen deyadabsan. So'kyapsan-ku. Odam alayhissalom gunoh qilmagan deyapsiz. Bu yig'lab turib gunoh qilgan. Aldab turib. Demak, o'tgan ummatlar to'g'risida hech kim sizlarni bilmaydi, faqatgina vahiy yo'lidan biladi xolos. Qur'ondan va hadisdan bilamiz, sahih hadisdan. Endi bu e'tiqodiy masalada, va masalani ilmni muhimligini tushuninglar, dinning nozikligini tushuninglar. E'tiqodiy masaladaki, shirk bo'lgan narsalarni ba'zi bir katta olimlar sahih deb olgan bo'lsa, endi boshqa masalada, shar'iy masalada, fiqhiy masalalarda nima deb o'ylaysiz endi? Fiqhiy masalalar, amaliy masalalar e'tiqodchalik muhim emas-ku. E'tiqodchalik emas-ku. Shuning uchun bu mazhablar o'rtasidagi, toifalar o'rtasidagi bo'lib turgan tortishmalar, ularga ta'ajjub qilmang. Masalan, Hanafiylarda sahih degan narsasi zaif chiqishi mumkin. Hanbaylarda sahih degan narsa zaif chiqishi mumkin. Ana buni Ahmad bin Hanbal rivoyat qildi hozirgi qissani. Endi u qissani qabul qilamasa, dalillari ko'p. Sahobalardan bor, Ahmad bin Hanbal rivoyat qildi, Termiziy rivoyat qildi. Ahmad bin Hanbalda da tırnağı yazılıydı. Barbarsa bu. Lekin xato qilsa xatosini olmaymiz da buni. Biz Ahmad bin Hanbalni ilohni qabul qilmaganmiz. Yoki payg'ambarni qabul qilmaganmiz. Ham bizga o'xshab bir ummat, Allohning bandasi. Olim qo'lidan kelgancha xizmat qildi. Xato qilgan xatosini Alloh kechirsin. Allohu taala Alloh taolo aytayapti Ibrohim surasi 9-oyatda: "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum." Sizlardan oldingilarning xabari kelmadimi? Qavmi Nuhin va Adin va Samud. Nuhning qavmi, Adning, Samudning bularning xabari kelmadimi? Vallazina min ba'dihim. Va ulardan keyingilarning xabari sizlarga kelmadimi? La ya'lamuhum. Ularni hech kim bilmaydi. Ularni hech kim bilmaydi illallohu. Faqat Alloh bilan deyapti. O'tgan narsalarda, tarixlarda Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Modomiki faqat Alloh bilar ekan, biz faqat Qur'onga qaytamiz. Qur'on odam bilan Havvoni tavhiddagi mo'min deyaptimi? Bas. Yo'qda olmaymiz, qancha narsa kelsa. Payg'ambarimizga nisbat bergan vaqtda agar hozirgi hadisni masalan menga 100 ta olim to'planib kelsa, shuni sahihligini isbotlab bersa, men olmayman bu hadis. Nimaga olmayman? Chunki Qur'onga zid kelyapti. Bunda qaysi qonunga amal qilamiz? Bu yerda shu qonun kerak. Qarang, hammasini o'zining qonunlari bor. Biz yerda shu hadisni bu sahih ekan deb turib, sahih bo'lsa ham rad qilamiz, Rasululloh aytgan bo'lsa ham rad qilamiz. Bilmaymiz yerda. Qonun shu qonun keladiki, bu yerda biz aytamizki, mana oyat aytayapti, odam bilan Havvo tavhidda, mo'min.
Ular kufr shirk keltirmagan. Lekin sizni hadisingizda odamlar havoni mushrik deyapti. Shirk keltirgan deyapti. Ikkita dalil keldi. Buni siz bunga sahihligini isbotlab berdingiz. Biz aytamizki, buni Rasulullohning so'zida rad qilmaymiz. Rasulullohning senotida qancha raviy bor? Shu raviylardan bittasi aniq kazzob deydi. Shu raviylardan bittasi aniqki yolg'on gapirgan deydi. Yoki aldangan deydi. Yoki shu rivoyatni olgan vaqtida tekshirmasdan olib kelgan deydi. Hali raviyni rad qilamiz. Bildingizmi? Raviyni rad qilib bu hadisni tashlaymiz. Chunki ulamolar aytadiki, bunday vaqtda o'zing o'yla, tarozini bir tanasiga Allohning qavli qo'yilyapti, bir tanasiga oddiy insonlar, ya'ni olimlarning so'zi bilan kelgan bir hadis qo'yilyapti. O'sida qancha raviy bor? Xato qilgan bo'lishi mumkin. Buxoriyda zaif hadislar borki, Buxoriyda. Qani Imom Buxoriyning rivoyatiga ba'zi hadislar zaif. Buxoriyniki zaif chiqqaniga nima desaydi? Muslimning ba'zi hadislari zaif. Sahih deganlar ammo zaif. Termiziy ba'zi hadislar sahih degan ammo zaif. Abu Dovudniki ham shunday, Nasoiyniki ham shunday. Buxoriy bularda amiri-ku. Hammasidan ustun fazilatli-ku, sahih hadis masalasida. Lekin Buxoriyning ba'zi bir sahih degan hadislarni tekshirsa zaif chiqadi. Bu masala ham shunday. Allohni yolg'onchi degandan ko'ra bir raviyni, bir muhaddisni, bir olimni yolg'onchi degan osonku. Shuning uchun uni biz raviylardan bittasi yolg'onchi deymizda, u hadisni tark qilamiz. Rasululloh aytganligi uchun emas. Payg'ambar aytsa ham demaymiz uni. Payg'ambar uni gapirmaydi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom Qur'ondan tashqariga chiqmaydilar. Abadan chiqmaydilar Qur'ondan tashqariga. Biz payg'ambarni tasavvur qilganda o'zimizga o'xshatmaylik. Yo'q. Payg'ambarimiz insonlar ichida yashagan Qur'on edilar. Shuning uchun doim aytayapmanki, biz hozir ahli sunna va jamoat aqidasini qanday o'rganyapti, qanday qilyapti? Aqida qanday bo'lsa, butun payg'ambarlar aqidasi shunday bo'lgan. Buni bilib olinglar. Shu qoidaga kulliya bu. Ahmad bin Hanbal o'zgartiki, senga shayton kelsa, farzanding o'lib turgan bo'lsa, 100-farzanding tug'ilyapti, 99tasi o'ldi. Shayton kelib aytsa-ki, meni otimni qo'ygin desa, Abdu shayton degan desa, qilasanmi siz? Yo'q dedi Ahmad bin Hanbal. Bu Qur'onni maxluq degan vaqtda 3 ta hukumat azob berdi, Qur'onni maxluq demadilar. Ahmad bin Hanbal. O'zi qilmaydi shu narsani. Yoki Imom Termiziyga ayni holat bo'lsa, Termiziyning o'zini masalan 200-farzandi kelyapti. 199 ta farzandi o'lgan. Shayton kelib aytadiki, Abdu shayton qo'ytirib qoladi desa, qiladimi shuni? Qilmaydi. Siz qilasizmi? Qilmaysiz. Nimaga odam alayhisalom qilsin uni? Nimaga Havvo onamiz qilsin? Qilmaydi. Shirk kufr. Odam alayhisalom bilmaydimi? Odam alayhisalomni Alloh taolo nima dedi? Abul Bashar. Bashariyatning otasi u. Undan va qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Odam alayhisalom xalifa deb e'lon qiladi. Xalifa nima degan? Xalifa u emas-ki, taxtda odam o'tiribdi, hech kim yo'q. Shu xalifa. Uni xalifa bilmaydi. Tushundingizmi? Xalifa bir jamoat bo'ladi, ko'pchilik, shularni boshqaradi. Yaxshiga mukofot beradi, yomoniga jazo beradi. Shuni xalifa deydi. Alloh taolo Odam alayhisalomni xalifa deyapti. Odam alayhisalom shundan tushunganki, ana u kishidan zurriyat tarqaladi. Allohning so'zi turgan vaqtida shaytonning gapiga ishonadimi endi? Alloh aytayapti, men sendan nasl chiqaraman, ko'paytiraman, dunyoga odamni tarqataman, odam bolasini deyapti. Insoniyatni tarqataman deyapti Alloh taolo. Shuni aytdi Odam alayhisalomga. Allohning shuncha gaplari turganda, Allohdan keyin shuncha ilm turganda, shayton kelib, meni otimni qo'ymasang, bolalaring o'lib ketaveradi, yo'qsa bir mishiq tug'iladi, it tug'iladi desa ishonib ketaveradimi senga? Qanday nima deyapti qissalarda? Meni otimni qo'ymasang, bir hayvon tug'iladi deyapti. Bizga bittasi keldi, o'g'liga jin kelgan ekan. Unga bunga boribdi, yaxshi bo'libdi. Bir domlaga borsa, bir kattaroq domlaga aytayaptiki, aytdi, bir qo'y so'yganlar jinlar uchun. Keyin ketadi jinlar. Kelib bizdan mashvara so'rayapti. Bu ham dindor odam bo'lsa, salafiyman degan tavhiddagi odam, lekin ko'pchilik mullaga borgan, yaxshi bo'lmagan, aziyat bo'lyapti, o'zi ham, o'g'li ham, butun oilasi. Shunga hech chora topolmagani uchun kelib aytayaptiki, biz bilamiz shuni shirkligini-da, lekin shuni qilsak bo'laveramikin endi. Bo'lsa yonimizda yana bitta mulla turadi, u ham o'zicha tavhiddaman degan odam. Qilavering dedi, keyin tavba qilasizlar dedi. Demak, siz haqidashyapsizlar, bu shirk masalasi bu. Kofir bo'lasan dedim. O'g'ling kasalmas, o'g'lingni parchamasdan qilishadi shaytonlar. Qiynab qilishadi. Shirk keltirma Alloh taolaga. Bu pashani ham o'ldirmaysan jin uchun. Bunday qilmang endi biror narsa qilib. Qani tutib odamlar biroz qiynalgandan keyin o'ylanib qoladi. Shuni qilsammikin. O'sha biz ham uzun berganimiz edi, hammamiz ketardik. Asfala to'g'riga. Jamoat bo'lib.
u qilardi, aniq qilardi, qo'y so'yardi. Shayton undan tashlab ketdi, battar qiladi. Tarix masalasi ham endi aytib o'taylik, biz darsimizdan tashqari bo'lsa ham, tarixda jihod masalalari to'g'risida mana asli yo'q degan gapni noto'g'ri tushunishib turib aytilindi. Hozir tarixni ko'ringlar, sizlar alhamdulillah tarixni bilmaysizlar. Shuning uchun haqni ham bilmaysizlar, botilni ham bilmaysizlar. Bo'sh uylarga yashaysizlar. Lekin sizlarga hozir islomiy deb turib, ahli sunnatning tarixi deb turib, ba'zi narsalar zikr qilinsa, qabul qilaverasizlar. Bilmaysizlar ular. Hozir ahli sunnatning deb mashhur bo'lgan tarixlarning ichida bid'at ahllarining qovullari nihoyatda ko'paygan. Mana Yazid to'g'risida. O'zimizni diyorda shu biz tavhidlarimiz, haqiyatlarimiz degan odamlardan ko'p eshitdim. Yazidga e'tirozlar, Muoviyaga e'tirozlar. Shuni o'zimizni tarixlarda o'qigan. Yazidni fosiq deb, Muoviyani boshqa u bu deb, Muoviyani ochiq fosiq deyolmaydi-yu. Ularga Ali bilan urushganligi uchun sahobalarni ko'pchilik urushdilar bir-biridan. Faqatgina Ali bilan Muoviya urushmadi-ku. Hamma sahoba o'ziga bo'lsa tomosha qilib, Ali bilan Muoviya chiqib urushgan bo'lsa. Unday emas, boshqa sahobalar ko'pchiligi birga qilich ko'tardi, urushdi. Har urushganidan bittasi fosiq bo'lib ketaveradi, bittasi yomon bo'lib ketaveradimi? Biz hammasini yaxshi ko'ramiz. Qarang, o'sha shiyalar, mu'tazilalar, havorijlar adashgan toifalarni yozgan narsalarda biz kitoblarga kirib ketgan. Ular o'zlarining olimlarini katta olim deb tanishtiradi. Siz uni bu katta olim ekanini, uni gapini oladigan bo'lasiz. Vaholanki axirat buzib shiya olimlar bilan bizni olimlarimizni fosiq qilib ko'rsatadi. Rahbarlarning ichida ham ta'sirlangan rahbarlarni, bizni rahbarlarimizni Qur'on hadisga xizmat qilgan rahbarlarni zolim deb ko'rsatadi. O'zlari aqidasi buzuq bo'lgan rahbarlarini adolatli deb ko'rsatadi. Siz bo'lsa Imom Ahmad bin Hanbal aytgan tarixda dalil kerak emas deganda olib ketaverasiz uni. Shuning uchun butun ilmlarda sanad bo'lishi kerak. Ibn Kasirda Al-Bidaya va Nihoya degan tafsirlari bor, tarix kitoblari bor. Shunda sanadlari bilan keltiradilar. Anfudan saloncha aytdi, falonchidan saloncha aytdi. Tabarini ham tarixlari bor, At-Tarixul Kabir deb katta tarix degan kitoblar. U kishi ham sanadlardan keltirganlar. Sanadi bilan keltirilganda ish bitmaydi. Keyin yana tekshiramiz uni. Qani sanaddagilar kim? Mana hozir sufilar nimaga bu holatga tushdi? Sufilarda asli bunchalik buzuqmas edi. Sufilarda asli boshlanishlari haqiqatan ham bir taqvodor, Qur'on hadisni mahkam ushlagan, hech kimga qaramagan, hech kimdan ta'sirlanmagan odam edi. Masalan, Abdul Qodir Jilonining kitoblarini o'qisiz, o'xshatadilarki, bir inson haqiqiy murid bo'laman desa, butun urf-odatlarga qarshi chiqsin deydi. Butun urf-odatga qarshi chiqsin, faqatgina Allohga taslim bo'lsin deydi. Abdul Qodir Jiloni aytayapti buni. Ular shunday insonlar edi. Lekin hozir so'plar nimaga bu holatga keldi? Abdul Qodir Jiloni to'g'risida yozilgan kitoblar, Bahovuddin Naqshbandi to'g'risida yozilgan kitoblar, Bayazid-Bastamiy to'g'risida yozilgan kitoblar, har xil kitoblar, qissalar yozilgan. Hijr alayhissalom to'g'risida hech qanday asli yo'q. Kim yozibdi buni? Bu voqeani kim ko'ribdi ekan, kim eshitdi ekan, kim naql qildi? Hech narsa ma'lum emas. Falonchi mulla yozgan. Buni hech kim tanimaydi. Qani botil qissalar yoki mashrab to'g'risidagi qissalar. Mashrab kalomatga bilasizmi? Qani necha yoshgacha qissalar yurgan ekan mashrab. Namanganda. Keyin Toshkentga borib kelgan. Libos kiygandan keyin Ko'kaldoshda jumani o'qib chiqqandan keyin Ko'kaldoshda baland yeri bor-ku. O'sha yerda turib, olimni o'tib ketyapti, sharlab kiyib oldi. Qani odamlar shuni yig'lashadi shunaqa o'qib, karomatli. Madrasaga borgan vaqtida ustoz aytdiki, suvga madrasa tushib 7 marta aylansa zarar qilmaydi. Biz degan tanaffus vaqtida namozga turib ekan, madrasalar ustozlar va talabalar oldinlari madrasaning oldida shunday arg'ilib o'tardi suvda. Tahoratga. Tahorat qilishga shar degan ovoz keldi. Qarasa, mashrab arg'ilib boshiga turib, chinyapti sharlar. Voy babban yaramas nima qilyapsan? O'zlaricha darsda. Sizlarga borguncha 7 marta aylanadi. Demak, ta'tilni og'zi tayqab. Endi bularni o'qigan sufilar, bularni o'qigan tariqatchilar tuzilmasini yaxshi. Bizlar tegishadi. Mashrab xafa bo'lib, Buxoro ahlidan xafa bo'lib, ular avliyolarga ixloslari qolmadi. Ular Allohdan qo'rqmaydilar, taqvo qilmadilar. Hammalar dunyo parasat ketadi, xafa bo'lib ketgan. Orqasidan keyin butun avliyolar yig'lashib, tashlab ketmang dedi, siz Buxoroni tashlab ketsangiz Allohning azobi keladi, unday qilmaydi degan. Sahroni yangiga kelishdi. Keyin mashalarga bitta shartim bor. Shuni qisalaringiz bilan qaytib kelaman. Bo'lmasam kelmayman. Nima shartingiz bo'lsa qilamiz, hamma avliyolar. Men deb hozir
katta odatini chiqaraman, sizlar yeysilar. Keyin qaytib kelamiz, Buxoroni chiqaramiz. Biz yo'limda, bitta hamma bitta sodiq avliyo bor ekan. Bitta sodiq avliyo topdi. Bana Mashhad degan avliyoni qadrini biladigan. Qo'ya hamma qaytib ketdi, badbaxt bo'ldi. Uni yemaganlar badbaxt ekan. Keyin sodiq avliyo kelib, sana qarang botilligini, hammasi kufr emas. Nima bo'lsa bo'ldi deb, yana bismillah ham deb yesa, asaldan ham shunday, holvadan ham shunday. Hayron bo'lib, bitta ko'zni ochdi. Qarasa, najosat emas, nihoyatda go'zal halvo turib kelganmi. Shunday qilib Buxoro keyin qutulib qoldi. Ba'zilari haqda gapirgan olim bo'lgan, ba'zilari jinni bo'lgan, qasddan aralashtirishgan. Qasddan bo'lgan. Lekin Mashhad degan haqda gapirgan olim o'tgan. Bular hammasi yolg'on gaplar, bo'ladigan narsa emas. Masjidga kirib kelganda masjidga qarang. Eshagi bilan kiryapti. Odamlar esa namoz o'qigani keladi, bomdodga. Masjidda ikkita turibdi, bittasi eshak, bittasi ham eshak. Masjid degan. O'sha yerda yotibdi. Eshak ham eshak qilib, eshak-ku, o'sha yerda yotibdi. Odamlar azab kelib, nima qiling, masjidni vaqtdan-ku. Bizning namoz qabul qilgan namoz o'qiyapmiz. Shu namozga turishib ekan ular. Masjidda yotibdi, namoz o'qimayapti, qarang. Yotibdi, tamodaga bo'ladi. Ular namoz o'qiyapti. Keyin namoz o'qib turgan vaqtda Mashhad aytganki, buzoq derkan. Namoz o'qigandan keyin odamlarning xabari keldi. Sen badbaxt masjidda vaqtning indamading. Namoz o'qimading indamading. Namoz o'qib turganimizda nima deb buzoq deysan? Yana biz so'kishsa, sizlar meni so'kmaylar. Imomni keladi. Buzoqni imomdan so'raydi. Imomdan katta olim ali Mashhad rad qilyapti degan olim. Nimaga? Sen Mashhad aytdiki, buni sigiri tuqqan edi yaqinda. Imomlarga imomlik o'tyapti-yu, fikri sigirida. Buzog'im yetilib ketib, sigirni endi qo'ymadimi degan. Shuni sog'magan ekanlar hali. Shuning uchun e'tiroz qilib, buzoqni qo'yib olgin, buzoqni qo'y, Allohga ibodat qilyapsan-ku, deyapsan. Degan ekan, keyin imom uni qo'lini ushlab o'tib, yanilib ketsin so'radi. Hamma odam ketinadi. Buni mana masjidga eshaklar kirib, hammasi joyida bo'lib ketdilar. Namoz o'qimasdan yotishlik. Bu avliyo bo'lar. Namoz o'qiganlar badbaxt. Bu avliyo bo'lar. Hali ham millatimiz hali ham buzilib ketmayapti. Millatimizni otasiga rahmat. Millatimizni peshonasidan tuzalmaydilar. Bu qissalarni o'qib, boyagina bunaqa yo'q ketdi ular. Qarang, holva turishib ketdi. Men shuni masjidlarda aytdim shuni. Shuni men rad qilyapman. Odamlar bo'shashlar xususan xuddi diniga tiqolyapti turganda, men Qur'onni rad qilyapti turgandek ta'sirlanyapti. Juda qo'rqishli dudularga qarab qo'yadi. Xuddi Qur'onni rad qilyapman. Keyin qarasam bo'lmadi, men yaxshiroq tushuntirayman aytdim. Bu qissalarni qabul qilmaylarmi? Sizlar bu qissalarni qabul qilsalaringiz, bu qissalarni aytsalaringiz, o'zbeklarni dunyoga bo'xo'rda tanitadilar. Butun millat aytadiki, o'zbeklar shunaqangi ajdodlari shunaqangi najosat bo'lmagan ekan bular. Shunday insonlarni naql qilaman. Yo'q, biz